Fanta bilan koladan muz morojeniy tayyorlayman hozir. O'zi juda ham oson. Doz solib chiqaman ichiga. Morozelkaga qo'yaman. Agar yaxshi chiqsa, keyin boshqa napitkalardan tayyorlab ko'raman. Sokdan ham tayyorlab ko'rishim kerak. Internetdan qarab, yana ichiga nima turlar aralashtirib tayyorlab ko'raman. Voy, uncha ochiq qildim. Endi morozelkaga qo'yaman. Где-то 10 minutdan 15 minutdan keyin qarab ko'raman. Agar tayyor bo'lgan bo'lsa, videosini olaman.